bugun Piskentdan kelib, shu vaginalniy zulukni o'rganish uchun master klassga keldim. Ham zo'r natijalarni olib o'zimga Piskentdagi patsientlar uchun qo'shilaman. Vaginalniy zulukka keldim, vaginalniy zulukni oldim. Allohga hamd qilsin, Alloh yo'llarimni ochganiga shu protseduraga. Men Turkiyaga ko'p chiqib kelaman, Moskvaga ham. Yo Turkiyaga, Moskvaga borib qildiraman deb yurgan edim, planim bor edi. Lekin Dilshodada keldim, men bu narsani oddiy qotganlarni ko'rib, ularda o'ylab ham o'tirmasdan, chunki hijomati yengil bo'lgani uchun men vaginalniy zulukka Dilshodada oldim va juda ham xursand bo'ldim shularga kelganimga va mamnunman, Alloh rozi bo'lsin ulardan. Shunchalik yaxshi bo'lganda vaginalniy zulukka o'zim qo'ynimdan ham ortiq, men o'ylagandan ham ortig'i bilan zo'r protsedura olganimdan men shu narsaga qiziqib hozir bularga o'qishga keldim va shuni o'rganishga keldim. Eng yaxshi menga ustoz bo'la oladigan inson bu hajomatli deb tanladim. Hozirgi kunda vaginalniy zulukka ham ko'p ehtiyoj tug'ilayotgani uchun bugungi o'qishga master klassga keldim va o'zimga juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldim. Inshaalloh yaqinlarimga, birodarlarimga foydam tegadi deb umid qilaman.